Kutdim. Assalomu alaykum. Mani Milliy bank Qayloqbixoda 12-may sanasida tadbirkorlar bilan uchrashib o'tiribmiz, bank mijozlari bilan. Prezidentimiz uyushi tajribasiga asosan har oyda 2 martadan uchrashuv o'tkazamiz. Bizni bankimizda ishlamaydigan fuqarolar uchun 10 million so'mgacha biznesga birinchi qadam kredit turimiz bor. Bunda 18 oygacha 300 ming so'm sug'urta to'lab ushlanib qolib 10 million so'mgacha ajratiladi. 412 ming so'm soliq to'lagan holda biron bir o'z-o'zini band qilib tadbirkorlik qilish maqsadida beriladi. Keyin tadbirkorlikka ilk qadam kreditimiz ham bor. Talaba bitiruvchi talaba bo'lishi kerak. 31 yoshga to'lmagan, 18 yoshdan oshgan fuqaro bo'lishi kerak. Undan keyin 312-sonli qarorga asosan kreditimiz ham bor. Tadbirkorlik subyektlari uchun 100 million so'mgacha begarov, 300 million so'mgacha kredit ajratiladi. 200 millioni garov sifatida olinadi. Likvidli garov ta'minot sifatida 22% dan ajratamiz. Undan tashqari tadbirkorlik g'oyalari bo'lib institut bitiruvchilar uchun yana bir qator kreditlarimiz bor. Prezident qarorining 60-61 sonli qarorlariga asosan ularda ham tadbirkorlik subyektlari ochgan holda kredit ajratib beramiz. Biron bir agar savollar bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi.